Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Bugun bir video obzorimizni yangilamoqchimiz. Akalar, bugun bir yashar ko'chat chiqarayotgan jarayonimiz. Bugun 22-mart, haftaning shanba kuni 2025-yil. Akalar, mana shu boylangan holati 25 dona, bir yashar bu. Ikkita 25 tadan 50 ta boyladik. Bu mana bu yakka holati, mana bu paqirdagisi yakka holati. Agar ko'rinayotgan bo'lsa, mana akalar, shu bir yashar ham gul boshlabdi. Shanalashni boshlabdi, shoqrasi yaxshi pishganligi uchun. Akalar, lashimga bir boshdan olishga 15 ming beryapmiz. Shablon qo'yganga 20 ming beryapmiz. Haligi ko'pchilik narxni tushunmayapti ekan, siz videoda boshqacha aytibsiz deganlar bo'pti. Akalar, ko'chatni shabloniga qarab narx chiqadi. Hozir mashina bir boshdan ko'ylab berdik, 15 ming berdik. Mana shu holatda buket holati, mana ko'chat sveji ko'ylandi. Akalar Rossiyaga olib chiqib ketar ekan. Yangi ko'yladik. Akalar, manzillarimiz Namangan viloyati Norin tumanidamiz. Ko'chatimiz Navi Meyer. Telefonlarimiz 94lik 150 15 38, 95lik 850 15 38. Kimga qiziq bo'lsa, akalar, qanaqa savol javob bo'lsa, telefon qilaverasizlar tortinmasdan. Xudo xolasa, telefonlarga iloji boricha chiroyli qilib javob berishga harakat qilamiz. Hammalaringga rahmat. Agar xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz.